Assalomu alaykum ahli o'quvchilar. Biz bugun qiziqarli shuga keldik. Jarayonlar yaxshi. 5-6 ta qiziqarli oldim. Bugün kayfi boshqada. Ochib qaraylar. Подписка layklarni unutmanglar. Bunaqa zakinlardan tozalab tursak bo'ladi. Hozircha pauza qilib turaman. Qalmalarni chiqarib joyiga tashlab olaman. Xudo xolasa bu yerda karasam, ilon bosham, sazanam bo'lish kerak. Yozlarda muzzakin dimlanib zo'r bo'lib qolardi suv. Sazan ilon boshlar chiqardi. Hozircha qizil qanot chiqyapti. Tortish boshladi. Yo'llar loyqaroq, bu yerdan bag'i saltannaroq. Tortishni qaranglar. Mazali tortyapti. Yovvoyi tabiatga ham chiqib turish kerak ekan. Platnik ko'llarda yuraverib yovvoyi tabiatga chiqmay qo'ydik. Tortishni qaranglar, buni kayfi boshqada. Sudrashni qaranglar, sudrashni. O'zim qo'yib beryapman. Yutib olsa ushlayman, bo'lmasa yo'q. Qizil qanot qo'rib bersa yosh bola maza qiladi. Tiqilib qolmaydi. Baliqchalar ham tushib ketdi deyapti. Qizil qanotlar. Idisham ovomodim. Bugün sudrab kirib ketyapti. Bilmay qoppaman. Qamish jonga tegdi. Yaxshi natijalar bo'lsa, video davomida ulashib boraman. Hozircha podpiska layklar yozib turinglar. Sudrashni qaranglar, sudrash. Sirasi tashlaymiz. Farg'ona Fishermenni kuzatib boringlar. Mana bugungi natijalarimiz bor. Bu 2 kilo gilada hammasi bo'lib